Qishloqda bomba yangilik. Endi qishloqda eng ko'p yaxshilik qilgan odam 10 million dollar yutib oladi onasidan emsin. Yo, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Joha va sizlar yangi videodasizlar. Albatta kanalga obuna bo'linglar va videoni oxirigacha ko'ringlar. Chunki qishlog'imizda kim ko'p yaxshilik qilsa 10 million dollar yutib olar ekan. Qaranglar. Qanaqasiga 10 million dollar, 10 million dollarga bilasizlarmi nechta mashina beradi? Kamida 100 ta mashina beradi. 10 million dollar yutib olish uchun hamma yaxshilik chiqaman qarochi bugun men eng ko'p yaxshiliklarni qilaman, ko'rasizlar. Undan oldin o'zimga yaxshilik qilishim kerak. Polizdagi ekinlarni yaxshitirib olish kerak. Keyin birovlarga yaxshilik qilishga o'tsam ham bo'laveradi. Hosillar bugun takoy normalniy pishgan hammasi. Kamchiliklar yo'q. Qanaqadir yana bitta oldiga poliz qo'shib yuborsam juda ham chiroyli bo'ladi. Ikkita polizim bo'lgandan keyin hosil ham ko'p bo'ladi, foyda ham ko'p bo'ladi. Keyin bularni sotib turib puliga o'sha 10 million dollar bo'lmasa ham normalniy bir 10 ming dollar pul qo'ysam bo'lar ekan. 10 ming dollarni polizdan qiladigan bo'lsam kamida 2 yillar vaqtim ketadi. Atak yaxshilik qilib turib bir kunda 10 million dollar ishlash bu bomba degani. Hozir rostdan ham bomba yangilik aytishdi. Bor televizordan ko'rganim yo'q, notebookdan ko'rdim. Mayli, hozir borib qarochi janob Merdiyoniga oylik so'rab kelishim kerak, aytgancha oylik berish kerak edi. Chunki hamma poliz ekinlarning qarochi soliqlarini o'z vaqtida to'layapman, qishloqda hamma buyurgan ishlarni qilyapman. O'shaning uchun hozir borib sirazi qarochi oylik so'rayman janob Merdiyon. Oyliklarni bering deyman. Beradimi yo'qmi bilmadim. Sud ichida hech qanaqa qarochi ekin tushib qolmaganmikan? Da tushib qolmabdi. Adashmabman ekan. Bo'ldi, все. Endi bu yoqda yo'q qo'yamiz, janob Merdiyoniga boramiz deb oylik so'raymiz. Oylik cho'zing deymiz. Voy jetal, qalaysan, yaxshimisan? Ha, yaxshi, o'zing qalay? Men senga yaxshilik qildim. Rahmat katta. Bo'ldi, o'zi bizda bitta yaxshilik bor. Voy, urib qo'ydim, bitta yaxshiligim ketdi. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, ke Johar, nima gap? Qarochi oyliklarni so'rab kelgandim. Qanaqa oylik? Oylik yo'q hali. Nimaga? Axir shuncha ishlarni qilyapman, poliz ekinlarni olib keldim, mana soliqlarni. Oyliklarni bersangiz yaxshi ish bo'lardi. Hali oyliklar kelgan yo'q. Oyliklar bermayman deyapman. Tushunmayapsanmi nima gapga? Tushundim. Mayli, kechirasiz. Ko'rdingmi, oyliklarni oldiku zo'r ekan. Senlar oylik oldinglarmi? Ha, oylik berishdi-ku, sezmadingmi? Sen olmadingmi to'g'rirog'i? Menga hali kelmagan dedi-ku janob mer. Bilmadim, bizga berishdi. Hozir janob merdan so'rab kelay, shoshmalaring desanlar. Mayli. Janob mer, jetellarga beribsiz soliqlarni. Bugun yaxshilik qilish kuni, jetellarga yaxshilik qilish kerak, senga emas, tushundingmi? Men jetellarga yaxshilik qilib ularning oyliklarini berdim o'z vaqtida. Menga ham yaxshilik qilsangiz yaxshi bo'lardi, lekin. Nima qilaman? Sen uchun men 10 million dollar yutib ola olmayman axir. Siz hali 10 million dollar uchun shunaqa qilyapsizmi? Mayli, ko'rasiz hali mendan. Mana kitobingizni oling, qarochi. Men asabimni buzdingiz, lekin mana tushundingizmi? Men o'zim yutib olaman 10 million dollar. Siz yutib ola olmaysiz, ko'rasiz hali. Sizga 1 dollar ham bermayman. Qarochi, hozir bor obunachilar nimadir qilib turib o'sha 10 millionni yutib olishim kerak men. Agar yutib ola olmasam bo'lmaydi. Janob merdi bunaqa qilgan ishdan keyin odamning asabi buziladi. Hozir qaysidir jetelni uyini kattalashtirib beraman. Shunda u xursand bo'ladi. Keyin eng katta yaxshilikni men qilgan bo'laman. O'shanga keyin pulni menga berib yuborishadi 10 million dollar. Qaysi jetelni uyi kichkina ekan, kichkinaroq uyni kattalashtirib beraman. Hozir mana shu 3 blok kattalashtirsam mana shu uyni keyin o'sha 10 million dollar menga berishlari mumkin. Ichi ham rasvoy yotibdi kakrasi. Mana shuni chot qilib tozalash kerak. Hozir borib o'rmondan birinchi daraxt olib kelish kerak. Men musorxonasini tozalab qo'ysam, lekin bu ham yaxshilikka kirardi. Lekin bitta yaxshilik uchun 10 million dollar berishar ekan. Bu juda ham katta pul degani. Mana daraxtlardan kesib olib turib 3 blokka kattartirib yuborsam daraxtini, qanaqa daraxtini uyini keyin kim berar ekan 10 million dollar? Janob mer bermaydi aniq, chunki oylikni berayotgan yo'q, 10 million dollar qayerdan topib beradi? Hozir daraxtlarni olib borayda, daraxtlarni olib borib turib, keyin tosh ham kerak bo'ladi, chunki tosh ham ishlatilgan. Uyni qurilishida toshlarni ham olib borganimdan keyin qurilishni boshlayman. Keyin 3 blokka uyni kattalashtirsam, jetel keladida zo'r qilsam, mana malades, sen endi yaxshilik qilding, seni men aytaman yutding deyman, hokimga aytaman yuttiradi seni deydi. Keyin bo'lsa yutgandan keyin o'sha pullarga janob merga 1-2 dollar bermayman, vobshida yarim dollar ham bermayman, oylikni o'z vaqtiga bermaganim uchun. Keyin u pullarga o'zim bitta qishloq qurib olsam bo'ladi, 10 million dollarga, axir bitta qishloqga yetadigan pul 10 million dollar. Mana chotga bu yerdagi daraxtlarni ham tez olib olsam, ishni tezroq qilish kerak, pulni tezroq yutish kerak, tezroq ishlatish kerak ekan 10 million dollarda. Hozir qaysi o'yinni tanlagandim? Mana bu o'yin tomondagi qarochi kichkina o'yinni tanlagandim shekilli. Mana bu o'yinni hozir shuni remont qilish, qayta qurishni boshlayman, ya'ni mana bu uylarni
da bu yerdan tosh olib kelish kerak. Aytgancha tosh bo'lmasa qanaqasiga uni kattalashtirish mumkin. Kattalashtirish uchun tosh, daraxt degan instrument, asbob uskunalar qanaqa instrument xomashyo bo'ladi. Xomashyolar aytish kerak. Bular xomashyolar pishirsa pishirashyo bo'lib qoladi keyin. Hozircha shularni olib olaman. Menimcha yetadigan darajada tosh oldim. Tosh unchalik ko'p ketmaydi. Poliga qo'yiladi faqat toshlar. Poli unchalik katta bo'lmaydi. 3 blok kattatirgandan keyin 3 ga 3 bo'ladi. 9 ta blokmi yetadi yo 9 ta emas. 9 dan 18 ta blok kerak. Menga hozir qo'limda kakras 18 ta blokim bor. Obbo, buni qaranglar, qayoqqa qo'yib yubordim. Oy jetellar, senlarga kimdir yaxshilik qildimi? Biz bir-birimizga yaxshilik qilyapmiz. O'zimiz $1 million yutish uchun. Senlar ikkalang ham yuta olmaysanlar. Ko'rasanlar, hali o'zim yutaman $1 million. Mana bu yerda 3 blok kattartirib yuboraman. 18 ta blok menimcha yetsa kerak. 3 blok kattartirishga yo'q, ortib ham qolar ekan shekilli. Yo'q, yetmas ekan. Qanaqasiga ortib ham qolar ekan deb o'ylagandim. Mana uni ichini ham korotchi tosh qilib yuborish kerak. Baribir ko'proq tosh kerak ekan. Shaxtaga yana bir borib kelmasam bo'lmaydi. Borib turib yana normal tosh olib kelsam bir ikkita. O'sha toshlarni korotchi qo'yib turib, keyin cho'tki qilib borsam bo'ladi. Mana kattaroq uy bo'lsa, u ham bemalol mazza qilib yashaydi. Keyin har doim yaxshilik qilganimni eslab turib, $1 million olib berganini eslab turib xursand bo'lib ketadi. Keyin o'sha jetallarga rostdan mendan rozi bo'lsa, keyin men uy qurib berganimga $1 million dan $3 $3.5 beraman unga ham. Keyin xursand bo'lib qolsa kerak. Men uyni ichini ham korotchi polini endi toshli qilib chiqish kerak, chunki loy bo'lib yotibdi. Nimagadir loyda shu tosh qilib chiqmagan. O'rtadagi devorni buzib tashlash kerak. O kakras yetadigancha tosh olib kelgan ekanman, lekin men bitta toshni qiyish qo'yib yuborganim hisobiga yetmay qoldi. Bo'ldi. Ana endi o'rtadagi devorni buzishdan oldin mana bu yerdan burchakdagi korotchi kolonnalar qo'yib olish kerak. 1 2 3 ta qo'yish kerak, chunki o'zi uyda 3 ta qo'yilgan ekan. Menimcha 3 tasi yetadi. Endi taxta kerak bizga devorni qilish uchun. Hammasiga taxta olishim shart emas. Yetarlicha taxta oldim. Ana endi bu yerda devor qismini qilib chiqaman. Deraza ham qoldirish kerak albatta. Deraza bo'lmasa tashqarini qanday ko'ra. Hozir mana bu tomonni ham xuddi mana shunaqa narigi tomonni ikkitaqa qilib chiqish kerak. Tak bu yerga bitta, bu yerga ikkita va bu yerda bunaqa qilib yopamiz. Bu tomoniga eshik bo'lmaydi. Eshik narigi tomonda, eshik narigi uydan kiradigan bo'ladi. O'rtadagi devorni olib tashlayman. Xo'p, menimcha bo'ladi, normalniy mana bunaqa qilib chiqish kerak endi atrofini, chunki o'zi shunaqa qilgan eski uyini. Mana tak bu yerga mana bo'ldi endi. Bu yerga ham bitta qo'yib yuborish kerak. Tak ichiga mana bu ortiqcha ekan, chunki bunaqa joyda bunaqa qo'yilmagan ekan. Burchaklari o'zi ochiq qilingan ekan. Menimcha bo'ldi o'xshadi. Mana bu yerda tak ustini taxtaqlab chiqib, keyin ustiga yana bir qator daraxt qo'yib chiqish kerak o'zidaqa qilib. Mana kay takoy endi mana buni olib tashlayman. Bu kerak emas. Buni qayerdan qo'yib yuborganman bilmayman. Hop, mana buni qilib qo'yib chiqish kerak daraxtlarni. Hop, mana cho'tga. Ana endi pastga tushib turib o'rtadagi devorni buzib yuboraman. Tak o'rtadagi devorni qanday buzsak bo'ladi? Hozir asta tushib olamiz. Birinchi oyog'im maylinchi bosh nima qilmaydi. Bu yerda bitta oynasi ham bor ekan. Oynani qayerdan olaman endi? Mana bu daraxt o'rniga taxta qo'yib qo'yish kerak. G'alati bo'lib turibdi. Bu yerda bitta chiqishga ishlatgan taxtam bor. Buni ham olib tashlayman. Bo'ldi, всё. Endi mana bu daraxt o'rtamon bu narsalar nima kerak bu yerga bilmadim. Xo'p. Endi yana bir ikkita narsalar kerak. U narsalarni ham qayerdandir topib kelishim kerak. Uyimdan borib olib kelamanmi? Uyimdan borib o'zimni yotoqxonamni olib kelib qo'yib beraman menga. Keyin mazza qilib uxlaydi. Muhimi $1 million yutib olganimdan keyin o'zim $1 million olib kelib qo'yaman joyiga. Yangi kravat olib kelib qo'yaman o'zimga. Muhimi yutib olish. Yutib olsam bo'ldi. Yotoqxonada million tolsam ham bo'laveradi $1 million. Xo'sh, tak. Qayerga qo'yib bersam ekan? Juda ham katta uy bo'lib ketdi, lekin borib mazza qilib yashasa kerak bu yoqda endi. Xo'p, buni mana shu yerga joylashtirib qo'yaman mana. Takoy bor. Ana endi derazasiga nimadir qilish kerak. Derazaga rishotka qo'yib chiqaymi ekan? Yo'q, rishotkani o'zidaqa qilib mana bunaqa qilib qo'yib chiqaman. Rishotkani qayerdan olaman ekan, bilmadim. Rishotka kerak. Verstakni mana kiradigan joyga koridorga qo'yib qo'yish kerak. Xo'p, endi bu yerdan sandiq ham yasayman. Bitta sandiq ham yo'q bu uyda ichida. Mana bu yer. Hop, bu yerga nima buni qo'yib yubordim. Bu yerga sandiq qo'ymoqchi edimchi. Mana kay, bo'ldi. Endi bu yerga kerak emas narsalar solib qo'ysam bo'ladi. Deraza yo'q, derazani bilmadim. Qayerdandir keyinchalik o'zi sotib oladimi, nimadir qiladi, korotchi. Dagan endi ana JTL topishimiz kerak. Korotchi topib turib, uyni ko'rsatishim kerak. JTL qayerda ekan? JTL, hoy JTL. Qayerda ekan? Qayoqqa yuribdi bu JTL? Menimcha doim daydib yurardi.
tak o'zi topaman yaxshilik qilganimni ko'rsataman keyin xursand bo'ladi 10 million dollarda jo'xaga beringlar deydi keyin hokim keladi 10 million dollarni menga berib ketadi hozir o'shani topish kerak avval jitelni tak mana bu yerda yotoqxonam bor endi stulda uxlab turaman mayli nichего tak hozir yangiliklar kiraylikchi hali hech kim yutib olmabdi ekan 10 million dollarda yaxshi menda shans bor bu degani faqat ana jetelni topish kerak degani endi jetelni topib turib короче qilgan ishimni ko'rsatishim kerak unga qayerda ekan jetel qayerda yuribdi ekan uyida bo'lsa kerak hozir mana bu jetel menimcha yo'q bu emas oy jetel qara seni uyingni kattalashtirdim Qanaqa kattalashtirding? 3 blokka kattaroq qildim endi mazza qilib keng uyda yashaysan Jinimisan qanaqa kattalashtirasan? Tentak meni o'zimda uyim yaxshi edi, nima kattalashtirding? o tentak sen yaxshilik qildim yutib ol men 10 million dollar yutib olmoqchi edim sen yaxshilik qildim Yo'q, buzib tashladingiz. Nimaga unday qilding? obbo senga yo'qmadimi shunda Yo'q, yo'qmadi. Vobshe yoqqani yo'q. Buzib tashlayapman men senga. obbo janob mer qarang ana u короче Ha, ko'rdim. Nimaga uni uyini o'z boshimcha kattalashtirding? просто unga yaxshilik qilmoqchi edim-ku Yaxshilik so'rab qiladi, tentak. yaxshilik so'rab ham qilamiz jinnimisiz qanaqasi yaxshilikni aytmasdan qilish kerak-ku Bilmadim, bor. O'sha jetel bilan короче kelishib olgan. Buzib tashlaysanmi, nimadir qil короче. Uni rozi qil. qurib bo'lganman-da endi Bilmasa bu seni problemang, tushundingmi? Bor, tezroq hal qilib yubor. xo'p nimadir qilaman unda bular yaxshilikka ham ko'nmaydi nimaga bunaqa bu jetellar 10 million dollar yutib ololmas ekanman-da короче hozir uyingni buzmayman ham короче bor o'zing buzib ol короче men hozir borib yotoqxonamni olay uyimni ichidan короче ketaman keyin bu yerdan suraman короче haydaysanlarmi qishloqda nima qilsanglar qil xullas tak buni qo'yib qo'ya joyiga qishloqda haydab yuboradimi nima qilsa qilsin короче qochib turay yo'lda turma tushundingmi urib o'ldirib qo'yishi mumkin san tushundingmi kalatimni olib borib qo'yganim san uyingga Bo'lmaydi bu yaxshiliging. Sen so'rab qilishing kerak yaxshilikni. Jinni. san o'zing jinnisan O janoberga aytaman, qishloqda haydaydi seni. haydasa haydaversin qo'rqmayman sanlardan haydasa nima qilishim kerak haydaversin bemalol yashamayman bu qishloqda o'zim ketaman